Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarning e'tiborlaringizga proktologiyada juda ko'p uchrab turadigan kasalliklardan yana biri surunkali oqma yara kasalligi haqida gapirmoqchiman. Yoki oddiy tilda aytadigan bo'lsak, pararektalniy svish ruscha varianti yoki anal kanal oqmasi yoki to'g'richak oqmasi desa ham bo'ladi. Sodda tilda svish desak hammaga tushunarli bo'lsa kerak. Svish bu qanaqa kasallik o'zi? Juda ko'p bemorlarimizda bu kasallik uchrab turadi. Ba'zi bir bemorlar bu kasallikni svishligini biladi, ba'zi bemorlar buni gemoroy deb yuradi, kimlardir buni treshina deb o'ylashadi. Ba'zan bemorlar haddan tashqari shikoyatlar ko'payib ketganligi uchun vrachga borib ko'ringandan keyin buni svish ekanligini sezib qolishadi. Xo'p, svish o'zi nima? Ya'ni o'sha oqma qanaqa kasallik? Sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, to'g'ri ichak bilan bog'langan kasallik hisoblanadi bu. Ya'ni yo'g'on ichakning oxirgi qismi bo'lgan to'g'ri ichak bilan bog'langan kasallik hisoblanadi. Bunda to'g'ri ichakning atrof to'qimalarida surunkali yallig'lanish natijasida patologik oqma paydo bo'ladi. Ya'ni patologik degani bu tabiiy bo'lmasligi kerak, ya'ni kasallik natijasida oqma paydo bo'ladi. Oqma degani tasavvur qilish uchun oddiy kanal yoki oddiy tushuntiradigan bo'lsak, ruchka, masalan, ruchkani ichkarida pastasini olib tursak, kanal. Mana bu oqma yo'l. Svish ham xuddi shunaqa oqma yo'l hosil qiladi. Bu atrof to'qimalari sog'lom to'qimadan organizm shunaqa yaratilganki, sog'lom to'qimadan bu kasallangan to'qimani ajratib qo'yadi. Ya'ni bu fibrozlangan, chaniqlangan to'qima bo'ladi, buni atrofida sog'lom to'qima bo'ladi. Aynan mana shu kanalning ichidan doimiy ravishda tashqariga yiring kelib, gnoy yoki qon ajralmalari doimiy ravishda teriga chiqib turadi. Svishning ikkita teshigi bo'ladi. Bu birinchisi to'g'ri ichakda joylashgan bo'ladi. Ya'ni to'g'ri ichakning oxirgi qismi bo'lgan anal kanalda biz oldingi ko'rsatuvlarda ayniqsa o'sha o'tkir parapraktit mavzusida gapirib o'tganmiz. Tuzilma joylashgan, ya'ni Morganning kripta deyiladi. Aynan o'sha kriptalar asosiga ochiladi birinchi ichki teshigi. Tashqi teshigi esa teridan любой joydan teshib chiqqan bo'lishi mumkin. Masalan, ichkarida hosil bo'lgan kriptada hosil bo'lgan demak oqma tashqariga terining atrofida любой joydan teshib chiqishi mumkin. Ya'ni xohlagan joydan. Bu yoqda bo'lishi mumkin, bu yoqda bo'lishi mumkin, bu yoqda yoki orqa teshikdan ancha uzoqda joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, bemorlar tashqarida sezishadi, doimiy ravishda nam bo'lib yuradi, tashqi qanaqadir teshik, xuddi o'g'riga o'xshagan narsa hosil bo'lib qoldi deb o'ylashadi. Aslida bu o'sha oqmaning tashqi teshigi hisoblanadi. Demak, ichkarida hosil bo'lgan defekt, ya'ni ichkarida teshik hosil bo'ldi, o'sha teshik bilan teri orasida doimiy ravishda kanal shakllandi. Bu kanal orqali doimiy ravishda demak yiring, gnoy, o'sha qon ajralmalari, ba'zan axlatning ma'lum bir ko'saklari tashqariga chiqib turadi. Chunki axlat eng oxirgi to'g'richak orqali chiqayotganda mana shu axlatning qaysidir qismlari, ko'saklari bu kanalga zararlangan kriptada qo'shilib, bitta infeksiyaga yana infeksiya unga qo'shiladi va natijada yiringli protsess hosil qiladi va tashqariga doimiy ravishda demak oqma yiring chiqib turadi. Bu svish, ya'ni oqma kasalligining umumiy tushunchasi. Demak, svish yoki oqma yara kasalligi paydo bo'lish sabablari nimadan iborat? Eng ko'p asosiy sabablardan biri, ya'ni 90% ga yaqinroq desam bo'ladi, bu o'tkir parapraktit. O'tkir parapraktit bu o'sha to'g'richakning atrof to'qimalarida to'satdan paydo bo'lib qoluvchi yiringli protsess. Bu yerda yiring bor ko'zada, teri ostida va o'sha yiringli protsess yiring doim o'ziga yo'l qidirib, ko'pincha tashqariga teri orqali yorib chiqadi. Aynan mana shu yorib chiqish oqibatida bunda demak surunkali parapraktit hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha hozir aytayotgan svish hosil bo'lib qoladi. Tashqarida teshik hosil bo'ladi, ichkarida zararlangan kripta bor, o'sha orqali doimiy ravishda yiring tashqariga chiqib turadi. Demak, 90% hollarda bu o'tkir parapraktit surunkali parapraktit yoki surunkali svish kasalligiga aylanishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'proq bemorlar o'tirib ishlaydigan bemorlar bor, zax sovuqda ishlaydigan bemorlar bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa ko'p miqdorda, misol uchun alkogol, masalan gazli ichimliklar, achchiq narsalarni haddan ziyod ko'p iste'mol qiladigan bemorlarda ham svish yara kasalligi paydo bo'lishi mumkin. Undan ham tashqari travmalar, ba'zi bir operatsiyalardan keyin hosil bo'lib qolishi mumkin svishlar yoki mana ko'pincha bemorlarimizda treshina paydo bo'lib qoladi. Treshina kichkina narsa, uni davolatmasa ham bo'ladi. Yaxshi yuribman, ba'zan bezovta qilmayapti deb o'ylashadi. Lekin aslida o'sha treshina, ya'ni bu yorilishda defekt, terida defekt hosil bo'ldi. Mana deylik, teri butunligi buzildi, orqada ham shilliq qavat butunligi buzildi. Aynan buzilgan shilliq qavat orqali yerda infeksiya tushadi. Axlat bu eng infeksiyaga boy narsa. O'sha yorilgan joyga infeksiya tushadi, natijada u yiringlaydi va o'ziga parapraktitdan keyin svish hosil qilaveradi. Undan ham tashqari ko'p uchraydigan sabablardan yana biri bu
yo'g'onchakning yallig'lanish kasalliklari, masalan, niyak yoki nisfiyskiy yarali kalit deyiladi, yoki Kron kasalligi bor, yoki eserka, misol uchun yo'g'onchaklarni o'sha ta'sirlanish kasalliklari. Bundan tashqari, o'sha ichaklarda qanaqadir ximioterapiya olgan bo'lsa va shunga o'xshaydigan bir qator kasalliklarda vujudga kelib qolishi mumkin. Kasallikning quyidagi turlari farqlanadi. Bu turlarini bilish uchun to'g'richakning anatomiyasi haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni to'g'richakning oxirgi qismida demak ikki xil sfinkter, ya'ni mushak qavat joylashgan. Bu demak tashqi va ichki mushaklar. Aynan mana shu mushaklarga nisbatan oqma yo'lining o'tishiga qarab turlar farqlanadi. Bo'lishi mumkin intrasfinkter, ya'ni ikkala mushak orasidan rulangan demak oqma yo'li. Bu ko'p uchrab turadigan turlardan biri hisoblanadi va nisbatan yengilroq formasi. Yana formasi bor, bu transfinkterning, ya'ni ikkala mushakdan kesib o'tgan, ikkala mushakning orasidan ust tomondan kesib o'tgan turi. Va undan tashqari ekstrasfinkterning turi bor, bu sal volumini murakkabroq turi, yoki suprasfinkterning turlari bor, bu ham ancha murakkab turlar hisoblanadi. Bu turlarni bilish bizga keyinchalik operatsiya qilishda qanaqa taktikadan foydalanish yoki kasallikni operatsiyadan keyin qaytarish ehtimolligi bormi yo'qmi, buni farqlash uchun, bilish uchun, ya'ni prognoz qilish uchun demak foydalanamiz bu turlarni bilish. Bundan tashqari oqma bo'lishi mumkin to'liq, ya'ni teri bo'yayotganidek ichkaridagi zararlangan ichki teshik, tashqaridagi teshik va teshik o'rtasida kanal, bu to'liq deyiladi. Yoki noto'liq, ya'ni ichkarida teshik bor, tashqarida teshik yo'q, ya'ni tashqaridan hali yorib chiqmagan. Bu noto'liq formasi deyiladi. Hammaga qiziq bo'lgan joyga yetib keldik. Kasallikdan qanaqa qilib demak qutulsa bo'ladi. Boshdan aytib o'tishimiz kerak, kasallikni qutulishining yagona yo'li bu faqat operatsiya. Garchi sizga bu gapim yoqmayotgan bo'lsa ham, hamma xirurglar operatsiya deydi, hamma vrachlar operatsiya deydi degan fikrga bormang. Masalan, borni bor, yo'qni yo'q deb aytish bizning vazifamiz. Sizni aldab, buni dori bilan davolash mumkin, tabibga borsang davolab beradi deb quruq vaqtingizni ham, umringizni ham, pulingizni ham sarflashga sababchi bo'lib qolmaylik. Bo'ladigan gap shu. Ya'ni kasallikni qutulishni va kasallikdan davolanishning yagona yo'li hozircha faqat xirurgik usul. Medikamentozniy lecheniya, ya'ni dorilar bilan lecheniya qilish bu vaqtinchalik kasallikda o'sha vujudga keladigan belgilarni ozgina bosib turadi. Ya'ni bemorda masalan doimiy ravishda yiring kelayotgan bo'lsa, uni ozgina miqdorda kamaytirib turadi. Protez, ya'ni yallig'lanish prosesi tarqalgan bo'lsa, uni ham ozgina miqdorda kamaytirib turadi. Og'riq bo'layotgan bo'lsa, uni bosib turadi. Va shunga o'xshaydigan bemorda vaqtinchalik yordam berib turadigan, demak, holatlarni oldini olib turadi. Umuman kasallikning qanaqa belgilari bor? Kasallikning belgilari bemorda doimiy ravishda teshik orqali yiring kelib turganligi uchun terida doimiy ravishda qizarish, vaspaleniya, yallig'lanish belgilari kuzatib turiladi. Axlat o'sha joydan, yiring o'sha joydan chiqib turganligi uchun terida doimiy ravishda qichishish vujudga keladi. Ba'zi bir bemorlar bor, masalan, menda qichishish paydo bo'lib qoldi, analiy zud bor deb ko'p shikoyat qilishadi. O'zimdan surishtirib kelsangiz, o'sha yerda svish hosil bo'lib qolgan yoki o'sha joydan yiring chiqib turganligini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari diskomfort, ba'zan tashqi teshik yopilib qolish natijasida bemorlarda yiring yo'li o'ziga yo'l topa olmay, chiqib ketishga yo'l topa olmay, ya'ni xuddi o'tkir parapraktga o'xshab to'satdan og'riq, temperatura belgilari paydo bo'lib qolishi mumkin. Kasallikni qutulishining yagona usuli boya aytganimizdek xirurgik, ya'ni jarrohlik usuli hisoblanadi. Bu jarrohlik usuli ikki xil turga ajratishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi zamonaviy, ya'ni kam jarohat yetkazadigan usul, ya'ni bunda bemorda operatsiya vaqti ham, operatsiyadan keyin ham og'riqlar nisbatan kamroq, erta reabilitatsiya, ya'ni bemor erta oyoqqa turadi va erta hayot faoliyatiga qaytishi mumkin. Bu usullarga qaysilar kiradi? Bu usulga eng ko'p tarqalgan usullardan biri bu lazer yordamida, demak, oqma yo'li kanalini, demak, kuydirib chiqish. Tasavvur qilish uchun lazer bu как svarka. Kanalga kirdi, nakonechnik, mana kanal bo'lsa, ichkariga kirib, mana shu svarkaga o'xshab kanalni yopishtirib chiqadi. Bu birinchi usuli. Bu usuli ilmiy tilda filak deyiladi. O'sha lazer yordamida, demak, oqma yo'lini bartaraf qilish. Yoki yana bitta usullardan biri bu bioginniy plomba qo'yish. Bu o'sha oqma, tashqi oqma yo'lida bilan ichki oqma yo'liga xuddi probka qilgandek probka qo'yib qo'yiladi, lekin bu usulning effektivligi ancha past. Lazerda ham effektivligi nisbatan demak 70-80% effektivligi bor, 10-15%, ba'zan 20% gacha lazerdan keyin qaytalanish ehtimolligi bor kasallikning. Ikkinchi tarmog'imiz bu birinchi aytganimizdek malainvaziv usullarni aytdik. Ikkinchi tarmog'imiz bu traditsion xirurgik usul. Bunda o'sha oqma yo'lini to ichki kripta, zararlangan kriptagacha patologik to'qimani kesib olib tashlash, ya'ni fistulektomiya yoki fistulotomiya deyiladi. Bu usulda demak o'sha oqmani, zararlangan to'qimani xuddi mana
ariqni qozgandek, masalan kim qishloqda yashasa biladi, ariqni misol bahor paytlari ariq atroflari demak o'tlab bo'lib ketadi, qanaqadir ariq tozalash kerak bo'lsa, xuddi o'sha ariqning atrofini latoyda qozgandek qilib demak kesib boriladi va oqima zararlangan oqma yo'li olib tashlanadi. O'shandagina kasallikdan qutulish mumkin. Va undan tashqari demak Gabriel usulida oqma yo'lini ochish usuli, bu usulda ham nisbatan qaytalanishi yuqori hisoblanadi. Undan tashqari demak intrasfinkterning svish oqma yo'lini bog'lash usuli bor. Bu ancha bo'li murakkab usul hisoblanadi, lekin ancha nadyojniy, bemorga kam jarohat yetkazadigan usul hisoblanadi. Umuman olganda eng ishonchli usuli demak bu lazerdan ham ko'ra mana shu xirurgik usulda, ya'ni traditsion metodda oqma yo'lini olib tashlash usuli eng ishonchli hisoblanadi. Sabab, chunki lazerda oqma yo'li bo'layotganingizda kuydirib chiqiladi. Erta infeksiya bor, chunki bo'layotganingizda oqma kasalligi bu infeksion kasallik. Erta gunoy bor, infeksiya bor. Lazer hamma infeksiyani o'ldirib chiqishga kuch yetmasligi mumkin yoki qolib ketishi mumkin. Baribir inson ishlaydi, robot ishlamaydi. Mana shuni natijasida demak keyinchalik bemorda yana oqma yara kasalligi rivojlanishi mumkin. Lekin xirurgik usulda o'sha oqma yo'lini to'liq ajratib olib tashlaydigan bo'lsa, bunda bemorda kasallik qaytalanmaslik ehtimoli juda yuqori. Lekin aytish kerak, masalan, xirurgik usulda ham qaytalanish ehtimolligi bor 3-5% gacha. Lazerda demak 15-20% gacha qaytalanish ehtimoli bor. Lazerni bo'yi afzalligini aytganimdek, og'riq kamroq, bemor ertaroq hayotga turadi, ertaroq reabilitatsiyaga qaytadi. Xirurgik usulda 40 olinganga yarasha, lekin bemorda qaytalanmaslik ehtimoli yuqori bo'ladi. Yaralarni bitishiga o'rtacha 1 oy vaqt ketadi. O'sha 1 oy vaqt davomida bemor doimiy ravishda pervaska qilib turish kerak yarani, doimiy ravishda demak dieta qilib turish kerak, uzoq o'tirmaslik kerak, sovuq suvdan uzoqroq turish kerak va shunga o'xshagan tavsiyalarni amal qilib borsa, xudo xolsa 1 oyda demak yara to'liq bitib ketishi mumkin. Ba'zi hollarda demak oqma yo'li kesib olingandan keyin bemorlarda savol paydo bo'ladi, uni yarani tikiladimi degan savol paydo bo'lib qoladi. Ba'zi hollarda biz oqma yo'lini kesib olib tashlagan yarani tikib qo'yamiz agar atrof to'qimaga yallig'lanish tarqalib ketmagan bo'lsa. Odatda yara tikilmaydi va ochiq qoldiriladi. Yara o'zi tagidan, tubidan demak bitib keladi. Og'riq qanaqa bo'ladi degan savol qiziqtirishi mumkin. Og'riq operatsiyadan keyin unaqa kuchli og'riq bo'lmaydi. Bu gemoriy operatsiya emas. Har qanday proktologik protsessni gemoriy operatsiya bilan solishtirish mumkin. Masalan, proktologiyada eng operatsiyalardan keyin og'riq bo'lishi mumkin bo'lgan amaliyot bu gemoriy. Unda ham misol uchun bemor qiynavoradigan, narkotik oladigan darajada og'riq bo'lmaydi. Har holda unga solishtirganda, masalan, gemoriy og'riq 10 ball deydigan bo'lsak, svish operatsiyalaridagi og'riq kuchi 3 ball, 4 ballga teng. Shuning uchun bemor operatsiya qilishi mumkin. Og'riq demak operatsiyadan keyin qachonki hojatga borganda, axlat o'tganda bilinishi mumkin bemorda. Aksariyat hollarda bemorda unaqa og'riq protsessi bilinmaydi. Kasallikni profilaktikasi haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni profilaktika degani bu kasallikka chalinmaslik uchun nima qilish kerak degan savol haqida gapiradigan bo'lsak, kasallikning maxsus profilaktikasi yo'q. Maxsus profilaktika degani, masalan, siz grippga chalinmasligingiz uchun ko'chada kimdir aksiya urgan bo'lsa, aksiya urib yoki atrofingizda gripp bilan kasallangan bemorlar ko'p bo'lsa, siz maska topib yursangiz yoki misol uchun gripp virusiga qarshi dorilar qabul qilib tursangiz, bu grippning maxsus profilaktikasi, masalan, shunaqa deyiladi. Lekin bu kasallikka chalinmaslik uchun maxsus profilaktika yo'q. Ya'ni shunday qilsang bu kasallikka chalinmaslikning 100% deydigan garantiya yo'q. Ya'ni kasallik to'satdan spontan paydo bo'ladi. Lekin qo'shimcha berilgan tavsiyalar, masalan, gigiyenik orqa sohani gigiyenik toza saqlash, har hojatdagi orqani yuvish, toza saqlash. Undan tashqari sovuqlik, zaxlik, namgarchilik joylarga ko'p o'tirib qolmaslik. Masalan, oramizda achchiq narsalar, gazli narsalar, spirtnoylarni iste'mol qilmaslik tavsiya qilinadi. Ko'p o'tirmaslik tavsiya qilinadi. Shunga o'xshagan profilaktik choralar tavsiya qilinadi. Ya'ni bu degani mashqlarni qilsang, iminsan shu kasallikka chalinmaysan degani emas. Bu qo'shimcha profilaktik tavsiyalar. Shularni qilib borsangiz, kasallikka chalinish ehtimoli ancha past. Va yana bitta eng muhim profilaktikasini aytib o'tishim kerak. Agar sizda o'tkir parapraktit shakllangan bo'lsa, ya'ni atrof to'qimada yiring paydo bo'ldi va siz bu parapraktikni tavsiyam zudlik bilan vrachga borib, buni ochtirib, ichkida hosil bo'lgan yiringli bo'shliqni tozalab, demak, obработка qilib, uni drenajlab, demak, pervassiya qilib yiringdan qutulishingiz kerak. Agar yo e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsangiz, bu yiring o'zi yorilib tashqariga chiqadigan bo'lsa, bu 100% svish kasallikka aylanadi. Bu aytdimmi tepada, demak, svishni keltirib chiqarish sabablaridan biri bu parapraktit. Mana shu parapraktin 100% svishga aylanishini oldini olish uchun sizda parapraktit paydo bo'ldimi, zudlik bilan vrachga boring, uni tozalasin, drenajlasin, ichini bo'shlig'ini yuvsin. Har holda mana shu amaliyotlardan keyin parapraktitning svishga aylanish ehtimolligi 20-30% gacha pasayadi.
O'shaning uchun bir xil bemorlar o'zi yoriladi, yaxshi bo'lib qoldim, yorilib ketdi, yaxshi yuribman degan xayolga boradi.